إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz shunday deganlar: Allohga eng suyukli bo'lgan amal musulmonning qalbiga xursandchilik olib kirishlikdir. Bugungi kunda oziq-ovqat paketlarini tarqatish, ochlarni to'ydirish va muhtojlarning ehtiyojlarini qondirish oddiy yordam emas, balki bir musulmon insonni hayotini saqlab qolishlikdir. Bugun 2026-yil 11-aprel, haftaning shanba kuni. G'azo shimolida joylashgan ko'chirilgan birodarlarimizga 85 kilogramm go'sht tarqatmoqdamiz. Bu xayrli ish Allohning fazli bilan Imom Buxoriy vaqfi yordamiyla hamda Ummu Muhammad va Abu Ahmad nomlarida amalga oshirilmoqda. Alloh taolodan so'raymizki, ularning mol dunyolari, farzandlari va umrlariga baraka bersin. Ularni jannat ne'matlari bilan mukofotlasin. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. كل المعاني وإن حبرتها عجزت وفي القوامس شيء ليس يكفيني. أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني. وفي جوارك في الجنات يدنيني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي